Hammaga salom, men sizlar bilan James Minecraft. Men har doimgidek qishloq ishlarini qilaman. Yo'q, orqamda polisimga nima qildi? Buni kim qildi qaranglar. Obunachilar, sandiq tashlab ketishibdi. Mana qaranglar, kim qildi bunaqa narsalarni? Kech payt qishloqlar nima yugurishganmi bu polisim ustida? Bu sandiq ichida hech narsa yo'q. Unda nimaga bunaqa qo'yib ketgan yoki kim qilgan ekan buni? Buni janob mer biladi. Unda mayli, men hozir bularni to'g'rilab qo'yaman. Lekin u odam qilgan ham yomon la'nat ekan. Qancha yomonlasanglar ham unga kam, chunki bu mening mehnatlarim edi. Shunga endi men undan xafaman. Qancha man jahlim chiqyapti, kim qilgan bo'lsa ham. Eshigim asabimga buzyapti. Короче, men hozir daraxtlarni uzib kelay. Yonidagi daraxtlar, taxtalari. Shunga hammaga salom deyman-du, lekin kim qilgan ekan bu narsalarni? Unda meni jahlim chiqyapti. Unda kompyuterim qotyapti. Bu qilgandan ham jahlim chiqqandan ham kompyuterim qotib ketyapti. Kompyuter qotmayapti, Minecraft qotyapti. Bug bo'lyapti Minecraftda. Unda mayli, bu daraxtlardan olamiz, chunki daraxtlar shunaqasidan kerak menga daraxtlarni. Unda buni qanday yomonlasanglar ham unga kam. Unda qayerdan topaman men u yaramasini? Men uni uraman. Yana boshqa qilmaydigan bo'ladi. Qishloqqa yoki mer qilgan bo'lsa, uni ham uraman. Yoki hammasini to'laydi pulini. Hozir men loylardan olib ketaman. Loylaridan chekkalari buzib tashlagan. Nimaga qilganligini bilmadimmi? Unda hozir bu yerga qo'yib qo'yaman. Buni mayli, u turaversin bu yerda. Meni jahlimni chiqarib yubordi. Men unda uni tutib olsam yomon uraman. Unda bularni qo'yib turamiz. Menga urug'lar kerak emas boshqa. Unda mana hozir qayerga qo'yamiz do'stlar? O'ylash kerak. Birinchi loyiha qilamizmi yoki mayli, taxtalarni birinchi qo'yib chiqamiz. Jahlim chiqqanidan bu yerlarga ham qo'yib chiqyapman. Mayli. Qani unda nima bu? Yemosimga tekyapti bu. Unda buni qo'yib chiqamiz. Obunachilar kanalga obuna bo'lib, videoga obuna nima deyapman? Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda mana unda bu yerga ham bu yerga ani qo'yish kerak edi. Taxta daraxtni anisidan qo'yishim kerak edi. Unda bo'ldi, hammasi bo'ldi. Endi bu yer qolib ketibdi. Bu yerga loyiha qilamiz. Unda yaxshi. Unda buni bitta qo'yamiz. Ana yaxshi. Mana qani bu yer ham yaxshi. Yana bu yerlari yashil joylarini shunaqa qilib qo'yib chiqish kerak. Unda mana hozir bu yerga ham qilamiz. Mana endi hozir bularni ekinlari olib chiqamiz. Ekinlar kam bo'ldi, chunki u yaramas. Olib ketgan yarim ekinlarimni. Kim qilgan bo'lsa ham men uni tutishim kerak. Endi mayli. Qani hozir bularni olib chiqaman, keyinchalik mendan so'rayman kim qildi ekan. Endi menga yoqmayapti obunachilar bu hammasi. Men fermerchilikdan bo'shayman, chunki meni oyligim pasayadi. Kam xo'sh to'plasam. Unda janob mer biladi. Janob merdan so'rayman. Unda u sandiqni bu yerga qo'yib qo'yaman. Hozir janob merdan emas, narsalarni solib chiqay uyimga. Bularni ham qildi. Unda mana qani hozir bu yerga qo'yamiz. Hozir keraksiz narsalarni bu yerga qo'yib qo'yaman.
Mana faqat menga kartoshka bilan kelsa bo'ldi. Qolgani kerak emas. Yo, o'sha eshik ham buzilib qolgan. Endi hozir qilamiz. Assalomu alaykum Jalolbek. Va alaykum assalom, James, yaxshimisan? Ha, yaxshiman, lekin qarang, meni polisimni, polislarni sizga olib keldim, keyin bitta gapim bor sizga. Ha, mayli, tasha. Yo, bu yerga qo'yma, sen sandiqqa qo'yib qo'y. Unda mayli, sandiqqa qo'yib qo'yaman hozir. Ha, mana hozir qo'ydim. Endi janob mer, meni eshiting. Qarang, meni polisimni kimdir buzib tashlabdi. U kim qilgan bo'lishi mumkin? Meni o'ylashimcha bu yangi kelgan bobush bor. Shular qilgan bobishlar. Uni tutsam, uni o'ldiraman. Yo'q, unaqa qilma. Bitta ursang o'lib qolishi mumkin. Chunki u mayli. Yo'q, nima bo'lib qoldingiz? Ha, mayli, men unda ketdim. Unda mayli, bugunchalik rahmat.